Vaholanki mana bu insonlarni ko'rib turib, alhamdulillah deymizda o'zimizga qaytamiz. Xatolarimiz anglab yetamiz. Va bularni bekorga ham sahnaga olib chiqqanim yo'q, bolajonlarim. Mana bularni ko'rib sizlar ham shukr qilinglar, yig'lamanglar. Qarang, oyoq qo'lingiz but-butun. Aqli xushingiz joyida. Bir-biridan go'zalsiz, qo'lingiz ishlayapti, oyog'ingiz ishlayapti. Alhamdulillah tinch zamonda yashayapsiz. Atrofingiz to'la shuncha sizlarni yaxshi ko'radigan mehribonlar. Shuning uchun yig'lamang ona qizlarim, toycha o'g'illarim, sizlar baxtlisizlar. Endi nimadir kam ko'sti bo'ladi-da, bu bir kam dunyo. Hammani nimadir sinovi bor. Mana bu insonni sinovi oldida men nazarimda bizani sinovimiz hech narsa emas. Sirojiddin, siz shu holatingizda ham kompaniyada ishlaysiz, to'g'rimi? Ha, 23 yoshlargacha ko'chaga chiqa olmaganlar. Nimaga desangiz, hamma ko'rganlar masxara qilgan. To ko'chadan burilib ketmaguncha ko'zi bilan, nigohi bilan, gap so'zlari bilan, malomati bilan kuzatib qo'ygan odamlar. Shu sababli 23 yoshigacha ko'chaga chiqa olmagan shu odamlar. Tasavvur qilinglar, 23 yosh, 23 yil uyda o'tirishingizni tasavvur qiling. Shunchaki tasavvur, tafakkur qilsangiz bor, shukr paydo bo'ladi. Ana shuning uchun bularni olib chiqyapmiz. Bizni qilayotgan harakatlarimiz, bu amallarimiz faqatgina ehson tarqatish emas. Bu ibrat loyihasi. Toki bizlarni qalb ko'zlarimiz qotib ketganda, mana shunday eslatmalar bizga zarur. Aziz vatandoshlarim, bu yerdagi mehmonlarimiz orqali men sizga murojaat etaman. Mana bu roliklarni tarqatishlik, unga like bosishlik, kommentariy yozishlik, uni ko'rgandan keyin ehson qilishlik, uni qo'llab-quvvatlashlik sizni vazifangiz. Biz qo'limizdan kelganchalik mana bugun vazifamizni ado etdik. Sizni ham vazifangiz bor. Chunki ko'ryapmiz-da, Instagram deysizmi, YouTube'da deysizmi, har xil bemaza, behayo videolarni, prosmotrlari yu reytinglarni qarangda, bizni qilayotgan ishimizni reytingini qarang. Mehnatingizga achinib ketasiz. Bu ishlar yomonlikka qarshi bo'layapti, yovuzlikka qarshi bo'layapti. Biz yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytaryapmiz. Allohning eng buyuk amri ustida turibmiz. Shuning uchun siz ham bizni yonimizda bo'ling. Aziz vatandoshim, befarqlardan bo'lmang. Mana shunday insonlar uzoq yo'l bosib shu ishni qo'llab-quvvatlab, shu yetimlar uchun xizmat qilayotgan siz qila olmaysizmi? Shu paytgacha agar ehson qilmagan bo'lsangiz, shu bugungi holatlar sizni yuzingizga tushirilgan tarsaka bo'lsin-da, o'zingizga keling. Yurtimizga ko'z tegmasin. Samarqand sizlarga ming rahmat. Biz o'ylagandan-da ziyoda barokatli, go'zal bo'ldi. Yonimizda kamar basta bo'ldingiz. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Inshaalloh keyingi 60